Navbatdagi savol. Hayz vaqtidagi xulu o'tadimi? Bismillah, alhamdulillah, va salatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Bu holatda ulamolar ixtilof qilishgan. Hayz holatda tushadimi deb. Jumhur ulamolar, jumladan Hanafiylar, Shofiylar va Hanbaliylar hayz holatda xulu tushadi degan, bo'laveradi degan va Molikiylar uni taloq holatiga qiyoslab xulu holati hayzda bo'lmaydi deyishgan. Lekin jumhur ulamolarda aytgan gapi rojih bu yerda. Chunki nimada taloqni tushmaydi degan nimada, masalan ulamolar aytsa taloq hayz paytida taloq tushmaydi deganlarni vajhi shundaki iddasi cho'zilib ketadi degan. Ayol kishiga zulm bo'lib qoladi. Lekin bunda xulu holatida ayolni o'zi talab qilgan bo'ladi. Ayolga zulm bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, o'zi shuni talab qilyapti. Chunki ayol yashashni xohlamayapti eri bilan. Bu ma'no bilan qaraganda hayz holati bilan hayzmas holatining farqi bo'lmaydi. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilariga Sobit ibn Qays ibn Shammasning xotini kelib, "Ey Rasululloh, meni ajratib qo'ying, bu erim bilan yashashim kelmaydi" degan. Ya'ni erimda dinida, xulqida bir aybi yo'q. Lekin men shu erimni rozi qila olmayman. Buni haqqini berib men yashay olmayman. Nonkor bo'lib do'zaxi bo'lib ketishdan qo'rqaman degan. Shunda Rasululloh hayzmisa, hayzmasmisan demadilar. O'sha joyda xulu qilib qo'ydilar. Demak, ulamolar aytishadiki, o'sha so'rash kerak paytda so'ramadilarmi Rasululloh? Demak, so'ralmas ekan degani. Buni farqi yo'q ekan degani. Agar farqi bo'lganda edi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni albatta so'rash kerak bo'lardilar. Bu qoida bor ulamolarda. Ya'ni o'sha so'rashga ehtiyoj bor bo'lgan paytda so'rashni tark qilish, demak bu holat umumiy bo'laverar ekan, so'rash kerak emas ekan degan narsani beradi. Hozir aytganimizdek. Rasululloh so'ramadilar, demak so'ralib o'tirmas ekan ayol kishidan degani. Bu jumhur ulamolarda aytgan dalillardan biri. Xulosa shuki, hayz holatda bo'lsa xulu qilsa bo'ladi. Jumhurning gapi bu. Jumhur ulamolarning gapi. Ammo Molikiylar bo'lmaydi degan, taloq holatiga qiyoslab turib bu holatda ayolda iddasi cho'zilib ketadi degan gapni aytib bo'lmaydi deyishgan va fatvo shu jumhurda aytgan gapiga. Allohu a'lam.